Xadichaxon 202.55 dan savol kelgan. O't qopi yo'q insonlar nima mahsulotlardan cheklanishi kerak? O't qopi yo'q insonlar mahsulotlardan cheklanmaydi. O'zini ovqatlanish tartibi bor. To'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilish kerak. Bu ko'pincha O'rta Yer dengizi parhezi bo'ladi va ovqatlanishi tez, ya'ni odatdagidek 3 mahal emas, 5-6 mahalgacha ko'paytirish kerak. 3 mahal asosiy ovqat bo'lsa, 3 mahal qo'shimcha, rus tilida perikus deydi, o'zbekchasiga tamaddi qilib olish. Ozgina to'liq ovqatlanish emas, ozgina ovqatlanib olish nazarda tutiladi. Mana shunaqa tartibda ovqatlanish kerak bo'ladi. Shunda to'g'ridan to'g'ri ichakka tushayotgan o't ichakni ta'sirlashi kamayadi. Bo'lmasa, och yuradigan bo'lsa yoki 3 mahal ovqatlanadigan bo'lsa, ichakni ta'sirlanishi kuzatiladi va o't qopini oldirganlarda noxush hissiyotlar, ich ketishi, qorin og'rishi kabi belgilar kuzatilishi mumkin.